qarab qo'yaman har kuni. Rosa 30 kunda bitti. Kunni ham yozib, daftarimga ham yozib qo'yaman, qarab turaman. 30 kundan keyin shu bilan jim bo'lib qoldi. Oradan oz fursat o'tdi. Qancha o'tdi bilmayman. Shu bilan bola choshda chi-chi qilib 4 degan, 4 dona chi-chi qiladi. Ovozini eshitib o'tirib rosa maza qilaman. Keyin bir kun bir er xotin janjallashib keldi. Domla masjidga bormadik, siz uyingizga keldik, birov eshitmasa falan. Hech iloji yo'q, bunman yashamayman. Hali xotinlarga, erkak ham falon qistovon. Hech iloji yo'q, iloji yo'q. Haqiqatan ham endi hali nuqtasiga kelgan. Nechta farzand bor? 4 ta farzand bor. Buni shu anaqa o'xshagan, qadrlashga o'xshagan. Bular ketdi. Mana sudga xulosa yozib berdim.